Ertalabki ovqatini beraman hozir. Bu yerda nima bor? Kepik, don. Bu yerda karon bilan sabzi. Sabzini cho'rkadan chiqarilgani. Qattiq. Bu yerda oltin gugurt. Nimaga berib o'tishlikni hozir aytaman. Oltin gugurt. Hozir ko'p tovuqlarim tullash davrida. Tullash davrida immunitet pasayadi. Immunitet pasaygan hisobiga o'zi tuxum qo'yishdan to'xtaydi. Shunda bu oltin gugurtni tezroq immunitetini tiklab, pat o'sishini tezlashtirib, ancha to'g'liga kuch beradi. Qattig'i yoz kunlarida berib turaman. Har kunligi ratsioniga qo'shmayman lekin. Har kunligi emas. Ora-orada berib turaman. Bu ham oqsil hisoblanadi. Tuxumdorlikni oshiradi. Hozir bilan tayyorlab olaman. Bilan so'raldim. Hozir endi oltin gugurtni. Oltin gugurt har bir tovuq uchun 2 grammdan belgilangan. Shu belgilangan grammda berish kerak. Oshirish kerak emas. Hozir aralashtirib olaman. Aralashtirib oldim. Shu holiga keldi. Tullash davri qachongacha cho'ziladi deganligi. Asosan tullash davri 1,5 oydan 2 oygacha cho'ziladi. Shuning uchun tezroq bu davr tugashi uchun ko'proq vitaminlar, kerakli moddalarni berib turish kerak. Qaysi tovuqlar tullamaydi? Endigina tuxumga kirishga ulgurgan tovuqlar tullamaydi. Kuzga borib tullashadi. Hozir beraman. Jo'jalarga ozgina olib qo'ydim bu yerda. Oltin gugurt jo'jalarga mumkinmi degan savolga jo'jalar uchun ayni kerakli moddasi bor bu yerda. Jo'jalarning o'sishida ularni ham pat almashtirishi bo'ladi. Ularni ham pat almashtirishida ham immunitetni kuchaytirishda yordam beradi. Buni ham xuddi shunaqa 2 grammdan hisoblab berasizlar. Bu har kunlik ratsioniga qo'shib berib boraversanglar ham juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'rmayotgan bo'lsa, patlari mana yengilab ancha o'sib qoldi. Hozirgi bu tayyorlagan ovqatimni yaxshisi ertalab berganinglar ma'qul. Kechgaga quruq donni o'zini beraverasizlar. Jo'jalarga berdim 2,5 oylik jo'jalarim. Yaxshi ko'rib yeyishadi. Sabzi ham urishda yaxshi yordam beradi. Immunitetini kuchaytiradi. Oldingi videoda bu to'g'rimni ko'rsatgan edim. Qancha ochib chiqishi noma'lum edi.
Ochib chiqdi bugun. Ikkitasi urug'lanmagan ekan. Bittasi yorib chiqolmaganligi sababli ichida burilayotgan payti havo yetmay o'lib qolgan. Tayyor jo'ja chiqishga. O'lib qolgan. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bu yerda 5 ta jo'jasi bor hozir. Bunisi mana endi chiqdi. Hali ho'l. Astrolog bilan. Oldingi videoda ko'rsatdim bu tovuqni. Sizlar bilan birga yotqizuvdik shu joyga. Kurk alomatlari yo'q edi, hech qanaqa. Hech qo'qillab yurmaganda ham. Lekin kurk bo'lgandi. Mana ancha eski tuxumlarning ustida yotib qoldi. Tuxum yiqqunimcha astrolog bilan tuxumini yig'dim. Keyin tagiga qo'ydim. Nechta qo'yganim, lekin esimda yo'q. Hozir aylantirishga olib chiqaman buni. Chunki bular kladovkamning eshigi yopiq bo'ladi. Tuxumlari ochib chiqqandan keyin yana ko'rsataman. Bu tovuqimni ham ko'rsatuvdim, ochib chiqdi. 11 ta bolasi bor hozir. Lekin orasida mana boshqa tuxum qo'shilib qolgan ekan. Chunki astrolog bilan tuxumidan qo'ygandim. Jo'jalarga 4 kunlikda propilkasini qilib beraman. Jo'jalarga shu antibiotiklarni berib bo'lgandan keyin vitaminli suv albatta kerak. Yeselen qilib berdim bularga. Yeselen jo'jalarni o'sishda ham yaxshi yordam beradi. Haftalik jo'jalar bo'pti. Bularga ham hozir yeselen qilib beraman. Yeselenni 1 milligrammi 1 litr suvga qilib beriladi. 2 haftada bir qilib berish kerak jo'jalarga. Bu yerda yana bitta kurk yotdi. Buni ham tagiga astrolog tuxumidan qo'yganman. Tagida 13 ta tuxumi bor. Yotganiga 5-6 kun bo'lib qoldi. Tovuq jussasi kichikroq. Shuning uchun tagida kamroq tuxum qo'yilgan. Ko'ramsiz. To'g'ri ishlashni boshlashdi.
Sekin chaqirishni boshladi bolalarini. Bu hozir haliyam bosib yotaman deb o'yladi. Ko'pincha shunaqa savol keladi. Jo'jalar chiqqandan keyin ovqat yemayapti deyishadi. Bu narsaga xavotirlanish kerak emas. Chunki jo'ja 3 kunlik ovqati bilan tug'iladi. Aylanib kelib ozgina yeb, keyin shu bilan o'rganib ketishadi.